Assalomu alaykum. Bugundan Python darslarini proyektlar qilishni boshlaymiz. Proyektlar qilish uchun bizga nima kerak? Birinchi o'rinda Visual Studio, VS Code deb ataladi. Shuni o'rnata olamiz. Menda o'rnatilgan. Downloadni bosib, saytni o'ziga kirib, bemalol Windowsmi, Macmi, har qaysi dastur uchun o'rnatsak bo'ladi. Keyin bu o'rnatilgandan keyingi qilayotgan ish Pythonni birorta versiyasini oxirgi versiyalardan biri o'rnatib olsak ham bo'ladi. Python download bossak, bu chiqib keladi. Oxirgi versiyasi chiqib turibdi yoki boshqa versiyalarni ham pastdan tanlab o'rnata olsak bo'ladi. Python o'zi kerak. Keyin agar Visual Studio Python o'rnatilgandan keyin Visual Studioni kirib, extensionga kirsak, ichida ham Pythonni o'zi va Pylance degan kutubxonalari bor. Shularni o'rnata olishimiz kerak. Menda hozir o'rnatilgan, ular chiqmadi. Mana shu Pylance, Python debugger, shu bizga kerakli bo'lgan hammasini o'rnata olishimiz kerak. Endi o'rnatib bo'ldik. Birorta proyekt ochaylik, ya'ni noldan. Men bu faylni ham o'chirib tashlayman. Bunday fayl ochaman. O'chirib olmayapman. Bundan chiqib ketdim. Yangi fayl yaratib, uni qanday qilib botga aylantiraman. Birorta fayl ochamiz shu yerning o'zida. New ni bosib, folder. Bu pkga project 1 deb nom berdim. Va endi muhit yarata olishimiz kerak. Muhit nima uchun kerak? Buni darsda tanishganmiz. Demak, kutubxonalarni bir o'rnata olish uchun bizga qandaydir muhit kerak bo'ladi. Visual Studioga tushirsak, fayl ochildi. Endi bu yerda terminalni ocha olaman. Terminal command new terminal bossak bo'ladi. PowerShell dasturi chiqib keladi. PowerShellda qandaydir muammolar bo'lib qolishi mumkin. Men ko'pincha command promptda ishlayman. Command promptda ochdim, PowerShell o'chirib tashladim. Endi muhitimizni yaratsak bo'ladi. Birinchi Python o'rnatilganmi yoki shuni tekshirib olaman. Python.version deb yozsak, Python 3.12.6 versiyasi endi o'rnatilgan ekan. Endi proyektni o'ziga to'g'ridan-to'g'ri kirib kelganman. Shuning uchun faylni yaratishim shart emas. Endi virtual muhit yaratishni qanday bo'ladi? Hozir bu faylimda o'zi nimalar turibdi, shuni ko'rmoqchiman. Faylimga kirsam, pip freeze bosgan paytim nimalar o'rnatganini ko'rsatib beradi. Torch, serial, nimadir Pythonda juda ko'p har xil kutubxonalar o'rnatib tashlangan. Hozir ikkita kutubxona boshqa dastur uchun ham ishlagan paytlari xato bo'lmasligi uchun o'zimga alohida yangi muhit yarata olaman. Bu muhitlar birortasi bo'lmaydi ichida. Bunga yarata olishim uchun menga nima kerak? Python nuqta -m bu muhitda nom qo'ysak bo'ladi. Birorta masalan bot uchun bir nom qo'yib qo'ydim. Bu yaratganimizdan keyin mana bu yerda fayl paydo bo'ladi. Ichida scripts va boshqa mana shunday fayllar chiqqan bo'lsa, demak muhitimiz yaraldi. Endi ishga tushirish kerak bo'ladi. Endi ishga tushirish uchun kodlarni yozamiz. Bizga emas, bot uchun deb yozdik. Bot uchun scripts nomini ichiga kirishimiz kerak. Yuqoridagi scripts ichiga kirishimiz kerak. Scripts ichiga kirsak, activate degan tugma ham bor. Activate buni bossak, demak mana bot uchun mana bunday ko'rinishga chiqib qolsa, demak botimiz ishlayapti ekan. Bot uchun muhit ishlayapti. Demak, muhitga endi pip freeze deb yozgan paytim ichida hali hech qanday birorta dastur yoki kutubxona o'rnatilmagan. Endi ularni o'rnatishda boshlaymiz.
Birinchi navbatda Python Telegram botlar uchun kerak bo'ladigan kutubxona, demak, pip bilan o'rnatiladi. Pip install Python Telegram bot degan kutubxonamiz bor. Shuni o'rnatib olaman. Python Telegram bot. Mana o'rnatilish boshlandi. Versiyasida pipda xatolik bor deb ko'rsatyapti. Agar shunday ancha chiqib qolsa, shuni copy olamizda. Buni ham yozib yuboraman. Pipim ham yangi oxirgi versiyaga yangilanadi. O'rnatilish yakunlandi. Endi pipni shu muhitimiz ichida nimalar bor o'rnatilganini ko'rish uchun yana pip freeze deb yozdim. Endi mana men uchun qandaydir boshqa HTTP Python Telegram bot 22.5 versiyasi va shu ko'rinishdagi Pythonda boshqa versiyasi hamma nimalar kerak bo'lsa o'rnatilgan. Endi Telegram botga kod yozishga o'tsak bo'ladi. Misol uchun birinchi kodimizni bunga muhit yozib qo'ymaslik kerak. Yozayotgan paytda project ustiga bosib turib fayl yarataman. Misol uchun bot.py fayl nomi bilan yaratdim. Bu ichiga agar yozib qo'yganimda fayl buncha kirib ketadi. Muhit ichiga tushib qoladi. Shuning alohida ustiga bosib yaratishimiz kerak. Demak, faylga nima yozamiz? Birorta kodimizni ishlatib ko'rish uchun oddiygina print ishlatib ko'raman. Ishlatib ko'rish uchun mana bu yerda debuggerim bor. Demak, xatosiz ishlayapti ekan. Bo'ldi. Yoki boshqatdan Pythonni ishlatish uchun Python bot.py deb yozsak ham bo'ladi. Hello world. Demak, Python muhitim tayyor, yaxshi ishlayapti. Endi kod yozishga o'tsak bo'ladi.